qancha ta'mir kerak aka? Qashqadaryodan olib kelaman. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun 12-iyun chislamiz. Xudo xolasa Diyorbek do'stimiz bilet xarid qilindi. Vunuk va Toshkent yo'nalishi bo'yicha 29-iyunga, mana shu oyda oxiriga bilet xarid qilishdi. Chiroyli kelib ofisimizdan biletlarni xarid qilishdi. Inshaalloh Diyorbek ofislarimiz bor ekanmi? Qancha bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Xudo xolasa hammasi chotkimi? Hammasi chotki, menga bir ikkitalar shu onlayn ol deyishdi. Men baribir odammiz, insonmiz, ishonmadik, baribir o'sha uchun keldik. Baribir ofislarni ko'rgan ekan, ofislarni ko'rdik, o'zingiz ko'rib, xudo xolasa birdaniga chiqarib olib ketyapmiz. Xudo xolasa 29ga akamni o'zi bilan borib, inshaalloh mana shu insonni chiroyli qilib kuzatib qo'yamiz deb doim reklama qilib o'tamiz. Ya'ni kutib olib, kuzatib qo'yish xizmatlari bor. Aeroport munosib bor, dokument munosib borlarni do'stlar bir kun oldin ogohlantirsangiz chiroyli qilib sizlarni kuzatib qo'yamiz. Arzon aviabiletlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga обращаться qilaverasizlar va pasport proverka qilish kerak bo'lsa, zolotoy korondan qarzi borlar, sudga chiqib ketgan, chiqib ketmaganini proverka qilish xizmatlarimiz bor. Pastdagi nomerlarga обращаться qilsangiz chiroyli qilib xizmat ko'rsatib boramiz. O'zingiz ehtiyot qilinglar. Videoga bittadan like bosib, eng arzon bilet olaman degan do'stingizga shuni qilib tashlab qo'ying. Balkim bilet narxlari ma'qul bo'lib, bizdan xarid qilish imkoniyati bordir. Sog' bo'lasizlar. O'chirmay turing. Qancha ta'mir kerak aka? Qashqadaryodan olib kelaman. Qashqadaryolarga ishonmay ham qolaveradi.